Bozora bormi-ki? Ayollar bormi? Boradi, burada. Bozora yo'qlarmi? Mana hoji buvim aytadilar, hozir nevaralaringizga bir mana shu yigit qo'ldan kelgancha bir sovg'a qilgan ekan. Kim bular? Bular Bunyodjon, Qodijon o'g'illari. Mana shunday bir muborak kunlarda o'zi Allohning buyrug'i ham shunday. Qanday bular? Ha, boquvchini qotgan bir yaxshi bir yosh farzandlar qolgan. O'sha bilan Bunyodjon akamiz muborak kunlarda ihson qilyaptilar. Siz bir yaxshi qabul qiling endi buni. Baraka topsin. Ha, shunday. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh qo'ysin. Alloh rozi bo'lsin. O'sha tomonga bitta yana balo qo'y, mana qarang. Tomonga joylab keling. Tomonga aka. Mana olib boring, olib boring. Katta qo'yxonacha bor. Duo qilasizmi? Yo'q, siz qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo mana shu muborak kunlar nasib etdimi? Mana shu xonadonlarga fayz barakotlar bersin. Mana go'daklarni kamoli bersin, o'nib o'ssinlar. Mana boquvchilar bo'lmasa, mana bolalari bor, onalari bor. El-yurt Xudo xolasa qarab put qo'ymaydi. Mana insonlar Alloh taolo qabul ma'qul aylagan bo'lsin. Bu Bunyodjon xonadoniga ham Alloh taolo ko'pdan ko'p ziyoda qilib bersin. Insonlarni 10 barobar qilib qaytarib bergan bo'lsin. Zamonamiz tinch bo'lsin. Zamonamiz mana shu yurtimizni boshqarib turgan Shavkat Mirziyoyev prezidentimizga ham Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Shunday bir zamonlarni sharoitlarni yaratib beryaptilar. Biz albatta bundan minnatdormiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rasul sizga ham rahmat. Rahmat.